Yana bir hadislarda marhamat qildilarki, ya'ni har bir narsani zangi bor. İnsonni qalbini ham zang bosadi. Lekin insonni qalbini zangini to'kadigan narsa, insonni qalbini musaffo qiladigan narsa, Allohning kalomi Qur'onni o'qish va Qur'onni tinglab unga somi bo'lish degan ekanlar. Rivoyatlarda keladiki, bir qari chol Qur'onga muhabbatli bo'lgan ekanlar. Harakat qilar ekanlar, Qur'onni yodlayman deb, lekin yodlolmas ekanlar. 5 qo'l barobar emas. Alloh hammaga har xil qobiliyatni beradi. Bir xil insonga Xudo beradi. Uni quvvai hofizasi mustahkam. Qur'onni bir ko'rganda, bir o'qiganda qalbiga jo bo'ladi, yodlaydi. Bir xil inson mashaqqat bilan bu narsaga erishadi. Qiyinchilik bilan erishadi. Hammaga har xil qobiliyatni Xudo bergan. Ya'ni o'shanda paytda men endi o'qolmas ekanman, Qur'on menga yuqmas ekan degan umidsizlikka bormasdan odam harakat qilish kerak ekan. Ya'ni o'sha rivoyatlarda keladiki, bir qari chol Qur'onni o'qiyman deb ko'p harakat qildilar. Lekin o'zlariga Qur'on yuqmayotganligini sezdilar. Qiynalayotganlarini farzandlari ko'rdi. Ota o'zingizni qiynamang. Qur'onni siz yodlolmayapsiz deganlarda bir chiroyli ibrat ko'rsatgan ekanlar. Ko'mir eliydigan qop-qora elakni ko'rsatdilar. Bolam shu elakda suv olib kelgin dedilar. O'g'illari daryodan elakda suv ko'tarib keldilar. Yarim yo'lda suv to'kilib bo'ldi. Elakda suv turmaydi. Yana orqanga qayt dedilar. Ikkinchi marotaba yana elakda suv ko'tardi. Suv to'kilib bo'ldi. 5-6 marotaba shu narsa davom etdi. Oxirida keyin aytdilarki, o'g'lim endi qo'lingda turgan elakka bir nazar solgin dedilar. Nazar solganlarda bir narsani sezdilarki, qop-qora bo'lgan elak bir pasda oqardi, musaffo bo'ldi. Ko'rdingmi? Bir necha bor harakat qilding, suv turmasa ham, elakda suv to'planmasa ham, lekin elak musaffo bo'ldi. Harakat qilamiz, qiynalamiz, ixlos qilamiz, jiddiy jahd qilamiz. Qur'on qalbimizda joy olmasa ham, Qur'onni yodlolmasak ham, lekin Qur'onga qaraganimizni o'zi, Qur'onga bo'lgan muhabbatimizni o'zi insonni vujudini poklaydi, uni qalbini poklaydi. Qalbini musaffo qiladi, butun dardlarga shifo bo'ladi. Allohning kalomi rahmat dedilar. Shuning uchun umidsizlikka borish kerak emas. Men o'qolmadim, yodlolmadim degan noto'g'ri xayollarga bormasdan inson har qanchalik muhabbat bilan ixlos qiladigan bo'lsa, ixlosiga yarasha savobga ega bo'lar ekan.